Bir qo'l haydalgan, doktor odam haydagan yoki ayol kishi haydagan degan gap emas. Обычный odamlar haydashgan W210 keldi. 96-yil, E200, 111 motor, 2.3 litrlik. Xo'p, mashinamiz Dores. Qizuv tarafini aytaymi sizga. Bitta mana shu kapoti, keyin chap tomon krilo sepilgan ekan. Qolgan joylari toza deb aytibdilar. Yana bir marta o'zingiz uchun tekshirtirib olsangiz bo'ladi. O'zini firminniy diskalarida mashinaning holati yaxshi. Bemalol kelib tekshirib olsangiz ham mashina xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham zo'r bo'lib turibdi. Elektronikalari ishlayapti. 300 mingdan oshiqroq yurilgan mashina. Bo'linib ketgan, taxlangan, u yoqdan bu yoqdan olib yig'ilgan 210 emas deb aytibdilar. O'zingiz uchun yana tekshirib oling. Mashina yaxshi, hadovoylari ham yaxshi, but-butun yurib turgan mashina. Narxi nech pul deb o'ylaysiz? Hozir bu puliga siz, buni puliga hozir siz eski Nexus 3 olishingiz mumkin yoki o'rtacharoq Nexus 2 olishingiz mumkin yoki qonab ketgan Cobalt olishingiz mumkin. Men sizga butun boshli Mercedes taklif qilaman. Narxi $6650. Egalariga telefon qilib, realniy pulinglar bo'lsa, yana ham gaplashib olsanglar bo'ladi. Menimcha yaxshi variant bo'ldi.